Agar mana bu meni strategiyam bo'yicha har bir arizaning o'rtacha yutish imkoniyati 0.3, 0.4 bo'ladigan bo'lsa, 5 ta mana shu videoda tushuntirganim 5 ta ariza topshirgan oila siz aytgandek deyapti, men aytayapti. Uchun deyapti, umumiy imkoniyat 1.5-2% gacha oshirsa bo'ladi. Yutish imkoniyati 2% gacha. Bu juda ham zo'r. 0.4 qayerda-yu? 2% qayerda? Xo'p do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Teacher Rasul. Hech o'ylab ko'rganmisiz, masalan, green cardni 5 barobar yutish imkoniyatini oshirishdi. Men o'zim ham qiziqdimda, yarim kechasi qiziqdimda, YouTube'ga kirdim. YouTube'ga kirsam, ko'pchilik rasmni to'g'ri yuklash kerak, ayolingiz bilan o'ynash kerak, o'shanda 2 hissa oshadi deydigan hammasi xuddi shunaqa videolar. Masalan, o'zingiz hozir mana shu videoga bitta pauza qilib yozib ko'ring. YouTube'da chiqmaydi, unaqa bir qo'lga ilashadigan go'shli mavzu yo'q. Men sizga hozir mana shu videoda точно o'rgataman. Faktiski siz yutishingiz imkoniyatini 5 barobar oshiradigan strategiya bor, sxema bor. Faqat ikkita iltimos bor. Birinchi iltimos, do'stlar, mana bu YouTube kanalimning statistikasi ko'rib turganlaringdek juda ham kam odam obuna bo'lyapti. Men Green Card ochilguncha kamida 4 ta video chiqaraman. 4 talasi ham xuddi shunga o'xshagan foydali. O'shaning uchun bitta obuna bo'lib, shunchaki qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, mendan agar men YouTube'ga video yuklasam, sizga boradi. "O, qara, mana bunaqa yangi video chiqdi Green Card bo'yicha yoki migratsiya bo'yicha" degan yangi video chiqsa, birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Chunki bu kanalda 100% foydali kanal, chetga chiqmoqchilar uchun ish bo'yichami, o'qish bo'yichami, Green Card bo'yichami, balobatlar hammasi haqida. Masalan, deylik, Angliyaga mavsumiy ish bo'yicha men video qildim. 4 tami, 5 ta. Ko'pchilik men rekamni yozdi. Aka, hozir ham yozyapti. Masalan, bitta videoni ko'rsa, ikkinchi videom rekomendatsiyaga chiqadi sizga. Aka, Angliyaga mavsumiy ishga qanday topshirsa bo'ladi deb yozyapti. Ular kechikdi o'zi. Nima uchun? Chunki ko'p like bosmagan va obuna bo'lmaganligi uchun hozirgacha aloqaga chiqyapti. Endi u anketa to'ldirish mavsumiy ishga yopilib ketdi. Shunaqangi holat bo'lmasligi uchun siz bilan ham shunchaki obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Ketdik. Endi videoni boshlashdan oldin sizga tekinga anketa to'ldirib berishim mumkin. Bu o'zingizning qo'lingizda. Qanday bo'lish kerak? Bundan oldingi videoda 30 mingdan ko'p odam ko'rdi. Hozircha, xudo xolasa, bir oy ichida 100 ming odam ko'radi. U videoni kommentariyasida men aytganman. Reis nomini yozib qo'ying, kulguliroq. Va ko'p kishi sizni yozgan kommentariyangizga like bossa, 25-noyabr kuni albatta men sizga anketa to'ldirib beraman. Ya'ni Green Card ochilgandan keyin albatta bir 15 kun, 20 kun o'tgandan keyin tekinga to'ldirib beraman. $1 to'lovini ham qilib deganman. Sizda ham xuddi shunaqangi imkoniyat bor. Shunchaki hozir videoga bitta pauza qo'yib yoki meni ovozimni eshitib, kommentariyaga o'tib, xohlagan bitta reys. Masalan, deylik, Qovchin London. Qovchin degan qishloq bor Qarshi tumanida. Demak, o'zingizning qishlog'ingiz yoki mahallangiz nomini yozib turib, bitta elitni bitta shahar nomini qo'yasiz. Sal kulguliroq chiqadi, chunki unaqangi reys yo'q. Odamlar sizga yozgan kommentariyangizga ko'p like yig'sa, men sizga tekinga Green Card to'ldirib beraman. Confirmation number bilan video qilib. Hoziroq kommentariy yozing do'stlar. O'zingiz omadingiz shunchaki sinab ko'ring. Videoni boshlashdan oldin bitta narsa do'stlar, faqat videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Oxirida ham qiziqarli ma'lumot, ilkin Green Card qachon ochilishini men aytaman. Ketdik. Shunchaki yotgan vaqtim miyamga kelib qoldi va o'sha savolni men ChatGPT ga berdim, sun'iy intellektda. Nima dedim? Eshitinglar yaxshilab. Qarang, qanaqa savol beryapman. Deylik, bir oilada ota bor, 50 yosh, ona bor, 49 yosh. Ya'ni ota-ona. Va endi o'zbeklarda bizada o'rtacha 2 tadan 4 tagacha farzand bor. O'shaning o'rtalig'ini oldim. 3 ta farzandi bor deylik. 2 ta bolasi maktabni bitirgan 11-sinfda va bitta qizi 11-sinfda bitirib turmushga chiqqan. Ya'ni qo'polg'atgan erga teggan. Endi yutish imkoniyatini ko'paytirish uchun nechta anketa to'ldirsa bo'ladi? Ya'ni eri va xotiniga 2 tadan va 2 ta bolasiga maktab bitirgan 2 ta o'g'liga 2 tadan va turmushga chiqqan qiziga bittadan. U turmushga chiqqan eriga ham bitta bo'ladi, opchita 6 ta bo'ladi.
deylik erini hisoblamasak, turmush o'rtog'ini 5 ta bo'ladi. 5 ta anketa, 5 ta 3 imkoniyati 5x ga oshyapti. Endi detalni qilib siz tushunishingiz uchun hech qanaqa savolga o'rin qolmasligi uchun men sizga detalni qilib tushuntirib beraman. Endi oila tarkibi. Otasi 50 yosh, onasi 49 yosh, anaqa bitta fakt, bitta ma'lumot qo'shimcha. Green Cardda yosh chegarasi yo'q. Faqatgina o'zingiz individual o'ynashingiz uchun 11-sinfni bitirgan bo'lishingiz kerak. Lekin ba'zi birlar 9-sinfni bitirgan, kollej yoki litseyga 3 yil o'qigan. Bu ham o'tadi. Ya'ni umumiy hisobda siz kamida 11-sinfni bitirgan bo'lishingiz kerak. O'shandagina siz o'zingiz individual o'ynashingiz mumkin. Deylik, bitta o'g'il, ya'ni 11-sinfni bitirgan ikkita o'g'liga bittadan ikkita 18 yoshdan baland ikkita anketa bo'lyapti. Otasiga bitta anketa bo'lyapti, onasiga bitta anketa bo'lyapti. Qiziga esa u qizi mana shu anketaga kirmaydi. Ya'ni o'zi alohida oila qurganligi uchun eri bilan alohida o'ynaydi. Uni ham yutish shansi bo'ladi. Endi Green Card lotereyasida quyidagi qoidalar amal qiladi. Xo'p do'stlar, iltimos sizlardan anaqa uzr, iltimos emas, uzr. Burun sal o'qiyapti. Niyagarada ozroq shamollash bu. Agar kimdir burun oqishiga qarshi qanaqadir dori bilsa, kommentariyga yozib ketinglar. Men albatta o'qiyman, rahmat aytib qo'yaman. Endi Green Card lotereyasidagi quyidagi qoidalar bor. Green Card o'zining qonun qoidalari bor. Sizlarga diqqat bilan eshitinglar. Demak, har bir kattalar 18 yoshdan yuqorilar o'z nomidan alohida ariza topshirishi mumkin. Bu 11-sinf bitirgan bo'lsa ham bo'ladi. Agar u maktabni kamida 11 yilligini bitirgan bo'lsa yoki kamida 2 yillik tajribaga, ya'ni ishlagan bo'lsa. Va endi ketdik. Er va xotin ikkalasi ham ariza topshira oladi. Bu juda to'g'ri strategiya deb sun'iy intellektni o'zi aytayapti. Agar biri yutsa, ikkinchisi avtomatik tarzda turmush o'rtog'i sifatida Green Card oladi. Bu deganim ko'pchilik shunaqa savol bor. Hech kim men o'sha kommentariyaga deylik, yoshroq farzandingiz bor. Siz ayolingiz bilan bolalaringizni olib ketmoqchi emassiz. Siz shunaqa qo'rquv bor. Masalan, deylik Green Card yutdingiz va ayolingiz bilan bolalaringizni olib ketmoqchi emassiz. Lekin siz suhbatga, elchixonaga kirasiz. Yana bitta ma'lumot. Qaranglar. Mabodo yutsangiz va siz elchixona ochirib olib, hamma hujjatlarni yig'ib turib, elchixonaga borsangiz suhbat bo'ladi, bilasizlar. Amerika elchixonasi siz o'qishga ketasizmi, sayohatga ketasizmi yoki Green Card yutasizmi, elchi bilan suhbat bo'ladi, intervyu bo'ladi. U suhbat ko'pchilikda bor, ingliz tilini bilmayman deyishlar mumkin. Yo'q. O'zingiz tanlaysiz tilda. Xohlasangiz rus tilida suhbat bo'ladi. Xohlasangiz ingliz tilida, xohlasangiz o'zbek tilida. Bundan muammo yo'q. Endi Amerikaga borgandan keyin nima qilaman, tilni bilmayman deydigan bo'lsalar, men o'zim Moskvada ishlaganman. Men ishlagan joyda mahalladoshlar bor edi, o'zim tanishlarim, yaqinlarim, bir 20 kishi, 30 kishi. Shunaqa vaziyat bo'lganki, men 2 oy aylanib ishlab kelganman. O'shanday vaziyatda men hech qachon biror kishi bilan rus tilida gaplashmaganman. Daji Kremlga borganimda ham o'zimni jo'natgan dadam, o'zim aylanib yo'l ko'cha ko'rib kelib, ingliz tilida, ingliz til o'qituvchisiman. Agar onlayn ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegramda yozinglar. Uzr reklama, lekin YouTube pul bermaydi do'stlar. Shuning uchun reklama tiqish kerak. Bu foydali reklama. Men hech qanaqa adinks mana shunga kesamiz, qanaqadir balo betda reklama qilmayapman. Men migratsiya bo'yicha va ingliz tilini o'rgatish bo'yicha reklama qilyapman. Endi do'stlar, yana bitta narsa. O'sha joyda xullas ingliz tili bilan men muammomni hal qilganman xullas. Ya'ni Amerikada ham shunaqangi mahallalar bor, Samarqand mahallasi bor. O'zbeklar juda ko'p. Masalan, birorta bir Green Card chiqqandan keyin endi hujjat ko'pchilik tushunmaydi. Bu nozik narsa. Birinchi marta chiqdi. Siz xato qilmasligingiz kerak. Birorta bir firmaga pulni berib, xizmat berib, siz hujjatlaringizni jo'natib, elchixonagacha, vizagacha bo'lgan, даже bilet olishingizgacha bo'lgan yo'lgacha olib boradi. Ya'ni shunaqa firmalar bor. Mana shu yerda zo'r reklama ketadi. Aloqaga chiqinglar firmalar. Xo'p. O'shalar undan oldin ham, sizdan oldin ham bir 5 yil, 10 yildan beri ishlayotgan firmalar bo'lsa, ular o'zbeklar bor va oldingi jo'natgan klientlarning raqamlarini beradi. O'y, mashina, bolalaringizni bog'chaga qo'yishga yoki ish topishga bir-biriga yordam beriladi. Qanaqadir o'zining narxi bor. Muammo emas. Xo'p, xullas aytmoqchimanki, tildan hech qachon siqilmanglar. O'zbek lubbo joyda bu. Aleskada ham bor.
Ketdik. Endi ikkinchi qoidasida er va xotin ikkalasi ham ariza topshiradi. Bu juda to'g'ri strategiya deyilyapti. Agar ayolingiz yutsa, farzandlaringiz bilan o'zingiz ham viza olsangiz bo'ladi. Yoki siz yutsangiz, farzandlaringiz bilan ayolingiz ham viza oladi. Bu juda ham zo'r. Ikki hissa ortadi shuni o'zida. Deylik, shuning uchun ota-ona ikkalovi alohida ariza topshirish kerak. Ya'ni alohida kerak emas bizga. Ya'ni ikkalasi alohida anketa to'ldiriladi. 3-qoidasi. Bolalar masalasi 18 yoshdan katta va turmush qurgan bolalar o'z nomidan ariza topshiradi. Yani 18 yoshdan katta bo'lsa, ular o'zi alohida ham o'ynaydi. Ota-onasini anketasiga ma'lumotlar kiritiladi. Lekin turmush qurib, o'zi boshqa oila bo'lib ketgan bo'lsa, masalan, qizingiz, farzandingiz, ular kiritilmaydi. Mana shu ahamiyatli bo'ladi. O'zim to'ldiraman deb rasvo qilib qo'ymaylar. Mabodo chiqib qolsa, keyin borsa elchixonaga to'xta, sen qizingni yoki o'g'lingni oilasi alohida nima qo'shding sen? Masalan, eri xohlamas anketa o'ynatishdi deyish mumkin. Dori nomini yozinglar do'stlar, iltimos. Shamollash bor. Kulli sovish boshladi. 18 yoshdan katta turmush qurgan bolalar o'z nomidan ariza topshiradi va 21 yoshgacha bo'lgan, bo'yi yetgan bolalar ota-onasini arizasida child sifatida, child nima deyilgan bo'lsa, bu bola degan ingliz tilida sifatida qo'shiladi. Agar bola turmushga chiqqan bo'lsa, bola yoki qiz, u endi ota-onasining anketasiga qo'shilmaydi. Mana joyga ahamiyatli bo'ladi. Ya'ni turmush qurgan, ya'ni anchadan aytyapman, o'zi alohida o'ynaydi. Ketdik, lekin o'zining alohida arizasini topshirsa bo'ladi. Endi siz aytgan holda nechta ariza topshirish mumkin? Bitta otasiga, bitta onasiga, ikkita o'g'liga, 4 ta, bitta qiziga va qizining eri bilan o'ynasa 6 ta bo'lyapti. Xo'p, ketdik. Jami 5 ta anketa bo'lyapti. Eri bilan 6 ta deylik. Endi bitta narsa, sizda shunaqa savol bo'lishi mumkin. Statistika qanday deydigan bo'lsangiz, men sizga statistikani chiqarib beraman. Necha yilda shunaqangi sxema bilan yutish mumkin. Avval Xudo xohlasa bitta o'ynab, 2 ta anketa to'ldirib ham yutib ketish mumkin. Lekin bu videoni o'ylaymanki, like bosib, obuna bo'lib, kommentar yozingiz. Ko'p odam ko'rganligi uchun, ko'p odamga ishlashi uchun mana shunaqangi formula bor. Demak, hozir O'zbekiston bo'yicha Green Card statistikasi. 2021-yilda 5300 kishi yutgan. Ariza 1.300.000 bo'lgan. Bu yutish imkoniyati 0.4%. 0.4%. Endi 2022-yilda 4700 kishi yutgan, arizalar 1.200.000 odam topshirgan. Shulardan 4700 tasi yutgan. 0.39 yutish imkoniyati. Ya'ni 0.39 dan bittasi bo'lib qolsangiz yutish mumkin. Endi 2023-yilda 5000 kishidan 1.400.000, 1.5 million, 1.600.000, 0.3, 0.32. Qaraylik, o'rtacha 0.4 deylik, 0.4. Dashi 1% ham emas. Endi bu 5 talik sxema bilan qancha yutish imkoniyati bor? Agar 1000 ta o'zbek ariza topshirsa deylik taxminan 3 yoki 4 tasi yutadi. 1000 tadan. Yoki boshqacha aytganda, har bir arizaning o'rtacha yutish imkoniyati 0.34 dan. Agar mana bu meni strategiyam bo'yicha har bir arizaning o'rtacha yutish imkoniyati 0.3, 0.4 bo'ladigan bo'lsa, 5 ta, mana shu videoda tushuntirganim, 5 ta ariza topshirgan oila siz aytgandek deyapti, men aytayapti. Uchun deyapti, umumiy imkoniyat 1.5-2% gacha oshirsa bo'ladi. Yutish imkoniyati 2% gacha. Bu juda ham zo'r. 0.4 qayerda-yu? 2% qayerda? Ya'ni imkon qadar oilaviy alohida qilib to'ldirish kerak. Va buni ham, ya'ni 10 barobar oshirish imkoniyati, 4% ga olib chiqish imkoniyati bor. Bu degani qarindoshlaringda ham o'ynatish kerak. O'shandagina qaysi qarindoshingiz ketsa, sizga taklifnoma jo'natishi mumkin. Sizda viza istoriyasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, siz Amerikaga borishingiz mumkin. Buni endi yuristlar bilan gaplashiladi. Endi undan yo'q o'tmayman. Shunaqa imkoniyat bor.
va ko'proq o'ynatish kerak. Do'stlar, bizda Green Card to'ldirib berish xizmati bor. O'tgan yilki anketa to'ldirganlar ham yutgan. Даже Rossiyadan ham turib, bir aka aloqaga chiqqan, men anketa to'ldirib berdim. O'sha kishiga ham to'ldirib berganman, o'sha kishiga ham chiqqan. Bundan oldingi videoda videosini qo'yganman, yutgan videosini. Mening ustunligim nimada? Ya'ni bizda ustunligimiz nimada? Ya'ni confirmation kod chiqishdan oldin videoni yoqamizda, chiqqandan keyin sraz videoga olib turib o'zga tashlaymiz. Ya'ni kodingiz oxirida chiqayotgan kodni o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni chiqishi bilan shu videoga olinadi. Nima bunaqa deyapman? Sababi birorta joyga borib o'ynaganingiz ehtiyot bo'ling, hamma joyda emas, lekin ko'p joyda birorta joyga borib anketa to'ldirganingizda ular sizga shartnoma qog'ozini qo'lingizga beradi. Mana shu shartnomaga qo'l qo'y deydi. U shartnomada ko'pchilik o'qishni biladi, lekin o'qimaydi. Qaysi o'zbek shartnomani o'qiydi? 99.9% ham shartnoma o'qimaydi, shunchaki qo'l qo'yadi. Shu shartnomada kichkina yozuv ko'p baroq bo'ladi. O'qib o'tiraman deydi, borib turib ishimni qilay deydi. Bu eng katta xato. Shartnomani qaysidir bandida yozilgan bo'ladi. Agar men shu kompaniya orqali Green Card yutsam, mabodo $1000, $1,500, $3,000, $4,000 yutuq uchun pul berishga roziman degan joyga siz oxirida qo'l qo'yib qo'ygan bo'lasiz. Mabodo Green Card chiqsa, endi bu omad, hamma yutishi mumkin. Nima deydi? Sartarosh ham yutishi mumkin, o'qituvchi ham yutishi mumkin, hamma yutishi mumkin. Har xil yosh chegarasini tushuntirdim. 50 yoshmi, 60 yosh farqi yo'q. Yoshmisiz, maktab endi bitirganmiz, farqi yo'q. Yutishingiz mumkin. O'shanda holatlar muammo endi Green Card yutgandan keyin albatta sizga xarajat kutib turadi. O'sha biletlar Amerika bilasiz, okean ortida normalniy pul, firmaga to'lov qilasiz, hujjatlaringiz bor, balobatlar. Yana bu firma chiqishi suyunchi pul va ham alohida narsa. Juda katta bo'lsa, suyunchi pul bir 100 ming bo'lar, 200 ming bo'lar, bitta osh bo'lar, to'g'rimi? Bitta haq bo'lar jon qilayotganda. Dorim nomini yozing do'stlar. Iltimos, juda xalaqit beradi bor-ku, o'zimni g'ashim ketyapti. Daj uyalib ketyapman. Qanaqa dori bor? Burunni to'xtatadigan. Shunaqa do'stlar do'stlar. Anketa to'ldirmoqchi bo'lsalar, aloqaga chiqinglar. Mana shu raqamni saqlanib qilsanglar, Telegram bor. Iltimos telefon qilmaylik, bu raqamni o'chirib qo'yganman, chunki o'tgan yilga ham shu raqamni qo'yganman. Har kun Green Card tugab ketgandan keyin ham даже yangi yil kun telefon qilishdi. Unchalik om bo'lmaydi. O'shaning uchun bu raqam o'chirilgan, lekin agar qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan yozib turib, aka, siz bilan gaplashaylik. Men deportim bor Rossiyadan yoki meni ikkinchi xotinim bor yoki birinchi xotinim bilan o'ynaganman, shunaqa qanaqadir Green Card bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, hech kim yo'qsa shaxsiy raqamni beraman, sizga konsultatsiya beraman. Unga vaqtim ketadi. Pastda kommentariyada karta raqam qoldiraman. Qanaqadir summa donat qilib men yozsanglar, o'sha donat screenshotini jo'natsanglar chekdi. Men sizlarga vaqtimni ajratib, chunki vaqt pul. Mana YouTube, mana ko'rib turibsizlar, YouTube 1 so'm pul bermaydi. Ya'ni sizga xohlagancha konsultatsiya, bilim yetgancha, aqlim yetgancha ma'lumot beraman. Shunchaki kartaga xohlagan so'mni. Chunki vaqt ketadi do'stlar. Chunki bilim bor, lekin bu ko'p kishi ko'radi, ko'p kishi aloqaga chiqishni xohlaydi. Anketa to'ldirib berish xizmati kerak bo'lsa, kommentariyada Telegram lichkamni qoldiraman va mana shu raqam saqlanib qilsanglar, albatta Telegram lichka kelib chiqadi do'stlar. Bitta narsa, men hammaga to'ldirib bera olmayman. Lekin mendan to'ldirishlaring shart emas. Juda ham ko'p Green Card o'ynatayotganlar bor. Faqat o'sha confirmation kodingizni ehtiyot bo'ling. Ya'ni shartnomani oxirigacha o'qib chiqing. Ya'ni mendan to'ldirishi shart emas. Hamma aloqaga chiqsa, o'sha bundan oldingi videoda 30 ming odam juda ham ko'p kishi yozyapti. O'shaning uchun ham mendan o'ynatish shart emas. Xohlasanglar boshqalar ham bor. Men sizga to'g'ri maslahat berdim hozir. Agar siz to'ldirib bering deydigan bo'lsalar, xuddi o'sha aka yutgandek video qilib tashlab beriladi. Qanaqa savol bo'lsa, savolga javob beriladi. Faqat odam ko'pligini hisobida oldindan hujjatlaringizni jo'natsangiz, bundan oldingi videoda men Green Card rasm haqida tushuntirganman. Rasmlaringizni tekshirib, hamma ma'lumotlaringizni yig'ib, rasmlaringizni ofitsialniy Green Card Amerikan saytidan tekshirib beraman. O'tadimi, o'tmaydi, berdim, chiqib qolsa rasmdan qaytarish mumkin. Просто qo'yib ketadi. Hamma hujjatlaringizni taxlab, bo'lgandan keyin spesiga qo'shib qo'yaman. Anketa ochishman, bir haftadan ichida to'ldirib beriladi. Birinchi bir haftalik 10 kunlikda. Hammaga rahmat. Yana bitta savol
ko'pchilik berdi, boshida o'ynagan yaxshimi, o'rtasidami, oxiridami? Boshida o'ynab turib yutganlar ham bor, o'rtasida o'ynab yutganlar ham bor, ko'pchilik oxirida o'ynashni xohlaydi. Oxirida o'ynab turib yutganlar ham bor va shuni teskarisi yutmaganlar ham ko'p. Farqi yo'q. Xudo xohlagan bo'lsa, yopilishiga 1 soat qolganda ham o'ynasangiz bo'ladi. Lekin men to'ldirib berganlarni, ko'p yutganlarni ko'pchiligi oyda o'rtasida o'ynagan. Bu degani oyda o'rtasida o'ynasangiz sizga ham chiqadi degani emas. Xohlasanglar, agar aloqaga chiqsanglar oyda o'rtasiga to'ldirib beraman, lekin oldindan hujjatlaringizni taxlab qo'yishinglar kerak. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, kommentariy yozinglar. Kommentariy albatta 2 ta 3 ta reisni nomini yozing. Masalan, o'zim 2 ta yotaman, 2 ta yozaman. Masalan, o'zim 2 ta aytaman. Qamashi Parij, London Katta Qo'rg'on. Shunga o'xshaydigan 2 ta kamida 3 ta reys o'ylab toping. O'zingizni qishlog'ingiz bilan London deb qo'ying, balkim odamlar yoqib ko'p like bossa, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin sizga yangi to'ldirib beriladi. Bye.